Boshqa imkonim yo'q edi. Men ishonmayman. Men ishonaman. Xayrli kun. Ishga qabul qilindim. Ha, tafsilotlarni aytaman. Ovoz yo'q. Biror narsa topdinglarmi? Yo'q, komissarim. Signal bor. Juda sus. Yaxshi. Ha, aytgancha, yig'ilishga kelasiz, to'g'rimi? Men ishimni tugatib chiqaman. Zehra. Nima yangiliklar? Zehra emasman. Meni eslamadingmi? Bir maktabda o'qiganmiz-ku. Yo'q, men Zehra emasman, men Nisanman. Nisan? Nisan Akyo. Yo'q. Nisan Akyo emas. Adashtiribman. Juda o'xsharkansiz, kechirasiz. Mayli, hech qisi yo'q. Sog' bo'ling. Xo'p, siz ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Media.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Bosim yaxshi. Lekin aytganimdek, kimyoterapiyani imkon qadar tezroq boshlashingiz kerak. Ko'ramiz hali. Jamil. Buni hozir hech kim bilmasin. Jamil. Xo'p bo'ladi, ota. Beparvo bo'lmang, ota. Bu narsa bilan hazillashib bo'lmaydi. Keyin ko'ramiz dedik. Bo'ldi. Charchama. Salom do'stlar. Hormanglar. Xush kelibsiz. Serdar Bey endi biz bilan ishlaydi. Kecha Adanadan keldi. Asosan yetimlar mavzusiga e'tibor qaratamiz. Endi bu ishni yakunlash vaqti keldi. Salom do'stlar. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Kechirasiz, kechikdim. Uzr so'rayman. Biroz ishlarim bor edi. Chiqdiyam komissar bu mavzuga chuqur kirishgan. Xush kelibsiz. Xush ko'rdim, komissarim. Serdar, men boshqa bir yig'ilishga kirishim kerak. Do'stlar sizga bu masalani batafsil tushuntirishadi. Yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, mudir. Janob, izn bersangiz biz ham taqdimot xonasiga o'tsak. Chiqdim, komissar. Tushunishimcha hozirgacha bu yetimlar deb atalgan jinoyat tashkiloti haqida hali ko'p narsa aniqlanmagan. Hozir sizlarda nima bor yo'q, hammasini bilmoqchiman. Qo'limizda deyarli hech narsa yo'q. Faqat ularning ismlarini bilamiz va nima ish bilan shug'ullanishlarini ham. Yana nima kerak? Lekin ular nimani qanday qilayotganini bilmaymiz. Ko'ramiz, o'rganamiz. Kechirasiz, biz bu ishda 3 yildan beri ish olib boryapmiz. Demak, yaxshi ishlamagan-sizlar. Mayli, taqdimotga o'taylik. Siz tushuntirasizmi? Albatta.
Yetimlar. Faqat yetimlar kirishi mumkin bo'lgan jinoyat tashkiloti. Ular 6 ta odamdan iborat. Hammasi yetim. Ularning boshida Yakub Karashan turadi. Yetakchisi u. Ular Yakub ota deyishadi. Yaxshi, qolgan 5 tasichi? Jamil Hojibegovich, Yakub boboni eng yaqin do'sti, o'ng qo'li, eski tanishi, tashkilotni boshqaradi deb o'ylaymiz. Sodiq Guleryus ko'ngilochar joylar va tungi klublarni nazorat qiladi. Sungur Bilova asosan kontrabanda va qora pul ishlar bilan shug'ullanadi. Kadir Yanik qurol kontrabandachisi. Va Eshref Tek, u faqat Turkiyada emas, Yevropaning ko'plab joylarida otel va albatta kazinolarga ega. Tashkilotning eng xavfli, eng ayyor, eng shafqatsiz a'zosi desak xato bo'lmaydi. Barchasini bilar ekanmiz, nega ushlay olmayapmiz? Chunki nima va qanday qilib ish qilishayotganini bilmaymiz. Ota. Yaxshi. Qani nima olib keldinglar? Menda 10 bor otam. Mendan esa 8 million dollar chiqdi ota. Bu oy biroz qiynaldik. Ota 25. Menda ham 10 million bor. Ko'ryapmanki, ishlar ochilibdi, ha? Rahmat ota. Eshref, sen nima qilding? $54 million ota. To'g'ri keyin sen bu pullarni yuvasan. Bo'ldi ota. Hal qilaman. Endi bu yig'ilgan butun pulning 100dan 10 qismi yetimlarga berilsin. Xo'pmi? Jamil, bu ish seni zimmangda. Xo'p bo'ladi ota. Yetimlarni unutmanglar. Bo'ldi, oling endi. Yoqimli ishtaqa. Adiyon, bizning Yakub bobo haqida telefon qilgandim. Kimyoterapiyaga yaqinlashmayapti. Sen gaplashsang-chi, balki tinglar, balki seni tinglar. Pankreas 3-daraja. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Ko'ramiz deb meni yo'ldan qaytardi, lekin unga telefon qil, xo'pmi? Ha. Endi yana bir masala bor. Bu odam sizdan emas, bilaman. Lekin sizga yaqin kimsa.
U politsiyaga gap yetkazgan. Hozircha jiddiy narsa emas, lekin zarur chora ko'rish kerak. Kim bo'lsa ham menga uni topinglar. Bu ish bugun bitdi ota. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Meni ko'nglimni aynitgan edi. Uni yaqinlaridan hech birini yollay olmadinglarmi? Harakat qildik, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. O'g'uz degan bir bola bor edi. Bor edi. Telefonini kuzatmoqchi edik. Nima bo'ldi? Tekshirdik. Istanbulda, lekin javob bermayapti. Telefonlarini tinglayapsizlarmi? Bu masalada Amir ular doim ishlatadigan qurilmalar va raqamlarni o'zgartirib yuborishdi. Baribir oddiy liniyadan foydalanishmayapti. Aksariyat web ilovalar orqali muloqot qilishadi. Ularni tinglash, kuzatish juda ham qiyin. Men hujjatni olay. Sizlar chiqa qolinglar. Chiqdim komissarim. Siz qoling. Eshref. Bir qarab yubora olasanmi? Kechqurungi to'y muhim. Hammasi tayyormi? Qara, Izzat bilan katta savdo qilaman. Hech qanday muammo bo'lmasin. Ko'ramiz, xavotir olma. Ehtiyot bo'ling. Men ular bilan $1 million ish qilyapman. Muammo yo'q. Yaxshi. Men ham boraman. Kutamiz. Postnet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Nima endi bu holat? O'g'uz masalasini so'radi. Hal qildik dedim. Nimadir deyishdimi? Yo'q. Izzat og'adan olgan pul hozircha bizni qutqardi. Lekin agar Yakub bobo buni bu odamlardan olib kelganimni eshitsa, men bilan ish tugagan bo'ladi. Yakub bobo yana nima dedi? Hech narsa. Men bir narsa eshitdim. Yakub bobo kasal emish. Aftidan yashirishyapti. Saraton. Nima deyapsan ey? Ishonchli odamimdan so'radim. Alloh. U bizga hech narsa demadi. Ishonching komilmi, boshqa kimsa bo'lmasin? Yo'q, qasam ichaman. Yakub bobo haqida gaplashayotgan edi. Agar Yakub boboga nimadir bo'lsa, biz tugadik. Men senga undan battarni aytaymi, birodar? Agar Yakub boboga nimadir bo'lsa, Eshref o'sha stol boshiga o'tirsa, ana o'shanda yonib ketamiz. Hamma aybimiz fosh bo'ladi. Hamma sir ochiladi. Eshref Izzat bilan ish qilsa, biladi, lekin Yakub boboga hech narsa qilisha olmaydi. To'xta ey. Bu qadar oshirma. Alloh shifo bersin. Amin. Aytib qo'yay degandim-da. Keyin Kenan ogohlantirmaganda demasligingiz uchun. Adil mudirim menga bir narsa aytdi. Eshref masalasimi? Ha janob, 6 oycha ular orasiga kirishga muvaffaq bo'lgandim. Keyin nima bo'ldi? Fosh bo'ldim. Yaxshi, seni o'ldirishmabdi. Yo'q. Ular politsiyani o'ldirishmaydi. Qayerdan bilasan? Men Eshrefni bilaman.
uni qadriyatlari, o'z prinsiplari bor. Baribir seni shunchaki qo'yib yuborishgani mantiqan to'g'ri kelmayapti. Tavba, tavba. Nega bunday deb o'ylayapsiz? Nimadir demoqchimisiz? Yo'q. Nega? Bilmayman, balki meni Eshrefga ishlayotgan deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, jonim. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Men bu odamni ushlashni hammadan ko'proq xohlayman, janob. Xavotir olmang. Birga ushlaymiz. Inshaalloh. O'z bilan shug'ullanishim kerak. Men bugun erta yo'qman. Dushanba kuni boshlayman. O'shanga bularni o'rganib chiqaman. Yana uchrashganimizdan xursandman. Men ham. Nima deyapsan o'g'lim? Biroz balandroq gapir. Bo'ldi. Bo'ldi, qo'y endi telefonni qo'y. Alloh jazoingni bersin. Nima bo'lyapti? O'g'izning telefoni oxirgi marta aeroportdan signal bergan. Hozir esa signal yo'qolgan. Bu degani ushlangan. Aniq Eshrefdan qochyapti. Balki. Endi nima qilamiz? Men borib yana biroz tekshiruv o'tkazaman. Mayli. Alloh jazosini bersin. Chiqdim komissarim. Gapir. So'ragan ismingizni tekshirib chiqdim. Nisan Akyol, qo'shiqchi ekan. Afyondinar viloyatida tug'ilgan. Yana nima ma'lumot? Oilasi Afyondinar zilzilasida halok bo'lgan. Singlisi bilan ikkalasi vayronadan omon chiqqan ekan. Keyin o'rta maktabni Burdurda o'qigan. Burdurmi? Yana yaxshilab tekshir. Nima topsang, rasm, ma'lumot, hujjat, hammasini menga olib kel. Bo'la qol. Xo'p, komissarim. Yigitlar, Bu odamlar kimlar? Yuring aka. bu yoqqa aka. Professor, Bolakay, biz shu bolani qidiryapmiz. Ismi Omer ekan, taniysanmi? Ana bu yerda mini futbol maydonchasi bor, o'sha yerda bo'lsa kerak aka. Bo'ldi, rahmat. Eshref. Qara. Nega o'ynamayapsan? Xohlamayman. Olishmayaptimi? Pul bersang olishadi. Pul yo'qmi senda? Aka, siz kimsiz o'zi? Politsiyachimisiz? Savolimga javob ber. Pulim yo'q. Yoshing nechida? 15. Otang nima ish qiladi? Onam ham yo'q, otam ham yo'q. Menda hech kim yo'q. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Endi bor. Siz meni masxara qilyapsizmi? To'g'ri gapir, ey yigit. Siz kimsiz o'zi? Ketib qolma, shu yerda kut. Qaytaman. Burdal.
Bilmayman, kecha kechqurun mast bo'lib qolibman. Kirdim, qanday kirgan bo'lsam, qushning uyiga kiribman-da o'zimni uyim deb. U senga keyin telefon qiladi. Sizlar kimsizlar? Nima istaysizlar? Bu yerga qancha xohlaysan? Hammasi, hamma joyga. Bu yer sotilmaydi. Sen gapga tushmayapsan, amakisa. Sotuvda yoki yo'qligini so'ragani yo'q. Qancha xohlaysan, deyapti. Sotsang qanchaga sotasan? Bemalol aytaver. O'tgan oy 35 taklif qilishgandi. Shunchaga meni sotkim kelmadi, sotmadim. 100. Bugun o'z vaqtida pulingni olasan. Moliyaviy jihatdan unchalik foydali taklif emas. $100 million lira dedingizmi? Yo'q, yapon lirasi la'nati. Tavba, astag'firulloh. Lira. Siz olasizmi? Shu qarab turgan bolani ko'ryapsanmi? Shuniki bo'ladi. Siz o'sha yetim bolani qayerdan bilasiz? Yetimni taniydi. Men roziman. 100 million. Bugun olaman, ha? Kelishdik. Yur. Aka, tashlang. Yur, orqada, yoningda, bo'sh. Mana uzat. Sendan. Qani, ichkariga. Beraymi aka shuni? Qayerda yashayapsan? Choyxonada bitta xona bor, o'sha yerda. Qara, hozir bu aka seni yaxshi joyga olib boradi. Bo'ptimi? Endi bu joy seniki. 18 yoshga to'lganingda hujjatini olasan. Nima? Endi onang, otang, akang, ukang, do'sting hammasi menman. Aka, siz men bilan hazillashyapsizmi? Senga shunaqa tuyuldimi? Aka nima desa shuni qil. Endi bu joy rostdan meniki bo'ldimi? Sachit aka, bu aka nima deyapti? Qasamki, bu joy seniki. Hazillashyapsizmi? Qasam iching. Xudo haqqi. Faqat bitta shartim bor. Nima aka? O'qiysan. Men 4-sinfdan chiqib ketganman. Faqat qo'shish ayirishni bilaman, ko'paytirishni, bo'lishni ham. U ish menga tegishli, xavotir olma. Mana, buni ham ol. Aka. Qani endi? Aka. Hayotimda birinchi marta akamni quchoqladim. Hech kim menga bunaqa narsa aytmagan edi. Aka. Rahmat aka. Rahmat. Hali yana ko'rishamiz. Menga qarachi. Aka. Ismingiz nima? Eshref. Eshref aka bilan biz shunaqa tanishganmiz. Yetimlar bilan ham.
O'sha kuni hayotimda birinchi marta yashayotganimni his qildim. Kel, men bilan yur. Ular hech qaysi yetimni yetim qoldirmaslikka qasam ichishgan edi. Va bu so'zlarga o'lgunlaricha sodiq qolishdi. To'yga bordingmi? Bo'lar bo'lmas narsani gapirma. Rahmat. Bo'pti. Nima qilding? Buni qildim. Bu nima? Qarachi nima ekan? Voy, bu yerda juda ko'p-ku. Oh, nihoyat. Endi nafas olamiz. Pul? Pul. Endi juda zo'r bir musiqiy sayt qilishimiz kerak. Bo'ldi, men hal qilaman. Buni menga ber. Soat 5 da o'sha yerda bo'lamiz. Men borib, uy egasiga ijarani bir qismini beraman. Uydan bir ikkita narsa olib chiqaman. Mehmonxonani orqa sahnasida ko'rishamiz. Yaxshi qol. Yaxshi. Kech qolmanglar. Xo'p, ketdik. Hop, sen ma'lumotlarni tekshir, kutaman. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Ishonching komilmi? Bizni Yakub bobo ekan. Ismi o'xshashdir balki. Bo'ldi, rahmat birodar, rahmat. Nima dedi? Yakub bobo kasal ekan. To'g'ri eshitganmiz. Yashirishayotgan ekan. Aytdim-ku senga, aytdim-ku. Lekin Kadir bilan senga yoqmaydi bu gap. Bu Yakub ota degan odam eng ko'pi bilan 6 oy yashaydi. Nafasingni shamol uchirsin, ahmoq. Bu qanday gap bo'ldi? Alloh kimni xohlasa o'shani oladi, Kadirim. Bu ishning haqiqatini aytayapman. Agar ertaga yoki bir kun kelib Yakub ota o'lsa, Eshrif o'sha joyni egallasa, hamma sirlarimiz o'rtaga chiqadi. Sen Eshrifni bilasan-ku. U hech narsani unutmaydi. Men 10 yoshda edim. Yakub bobo meni yoniga olgan edi. Senga hech aytganmidim? Yo'q. Hayotimda ilk marta otam bo'lgan edi. Boshimdan silagan odam. Yaxshimisan? Biror ehtiyojing bormi deb so'ragan odam. O'g'li bo'lsa bundan ortiq sevolmasdi. Bir kun yetimlarga sen bosh bo'lasan derdi. Qaysi paytgacha? Eshrif kelgunga qadar. Aynan shunday. Eshrif kelganida bizni qadriyatimiz yerga urildi. Meni eshit, Kadirim. Yakub otadan keyin o'sha joy seniki bo'ladi. Aks holda bizni ahvolimiz tang. Qanday ya'ni? Oldingmi? Qanchaga? Voy. Hech bo'lmasa usti ochiqmi? Mayli, xo'p. Bo'ladi derdim, lekin opam jahli chiqadi. U sen bilan gaplashishimni xohlamayapti. Seni yoqtirmaydi. U bilan gaplashma deb ko'p aytayapti. Ha, albatta, kim uni pisand qiladi? Axir u qiz kichkina bo'lsa. Sen o'zing necha yoshdasan, a? Opa, Ber telefoningni. opa, O'sha ablah bilan gaplashyapsanmi? opa. Alo. Javohirmisan, kimsan bilmadim, u qaytib singlimni bezovta qilma, tushundingmi? Opa, nima qilayotganingizni tushunyapsizmi o'zi? Afra, aslida sen nima qilyapsan? Men senga necha marta aytdim u bola bilan gaplashma deb. Ha? U muammo chiqaradiganlardan, jinoyatga aloqador.
Hech ham unday emas. U yaxshi oilani bolasi. Men bilmayman deb o'ylaysizmi? La'nat oilasi bilan ishing bo'lmasin. Necha marta muammoga duch kelgan, qamoqqa kirib chiqqan, giyohvandlik qilgan, uni qilgan ishi ko'p. Nima qilibdi, opa, nima qilibdi? 2 daqiqa o'tirib choy icholmaymanmi? Yo'q, icholmaysan. U bilan hech narsa ichmaysan, ruxsat bermayman. O'qishingdan boshqa hamma narsani o'ylaysan. Bo'ldi. Bo'ldi. Sen o'qishga ham kiriting. Bo'ldi, endi aralashmayman. Menga so'z berasan. Bo'ldi dedim-ku, opa, va'da beraman. Yaxshi, bir necha narsalarni olib chiqaman. Shoshilinch ishim bor. O'zingni yaxshi tut. Yaxshi. Yangi TV ilovasi. Eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Xush kelibsan. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Kechikmadik, to'g'rimi? Yo'q, hali vaqt bor. Sizlarni sahnaga kuzatib qo'yaman. Hammasi tayyormi? Tayyor, xonim. Kim? Bu to'y mening juda yaqin qarindoshimning to'yi. Agar biror muammo chiqsa, qara, meni sharmanda qilma. Hamma narsa bilan shaxsan o'zim shug'ullandim, Izzat aka. Bu to'y menda. Xatoga yo'l qo'ymayman. Bunaqasi bo'lmaydi, Kadirim. Bu ishlar boshqa, u ishlar boshqa. Izzat aka keldimi? Old tomonda Qadir bilan gaplashyapti. Oy, oy, oy. Eshrif, men bir aylanib chiqay. Bir salom berib chiqay. Eshrif ham keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshrif, mehmonxona egasi. Bu mening yaqin do'stim, qarindoshim kabi. Eshitganman. Ismini juda ko'p eshitganman. Rahmat Izzat aka. Xush kelibsiz. Odamni xursand qildingiz. Biror ehtiyojingiz bo'lsa, yigitlar shu yerda. Rahmat, Eshrif uka, rahmat. Hozir mana hamma narsa joyida. Charchama. Rahmat. Men shu yerda bo'laman. Marhamat. Avvalambor hammaga xayrli kech. Shayda va Mahmudni bu maxsus va go'zal kechasida siz bilan birga bo'layotganimizdan juda xursandmiz. Qarsaklar bilan juftligimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani bo'l! Ana bo'la qol, tezlashtir. Bo'la qol. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık
Hammaga rahmat. Endi esa nikoh to'yimizni davom ettirsak. Olqishlar. Bravo! Bravo! Endi esa ismingizni aytsangiz. Mahmud Zanfani. Janob Mahmud Zanfani, hech kimning bosimisiz. Sheyda O'rgulunga uylanmoqchimisiz? Ha! Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Qizni ovozi chiroyli ekanmi? Ovozi deyapman, chiroyli. Chiroyli. Çalınmasın. Bizni mehmonxonada ishlashni taklif qildim. To'y tugagach gaplashib olamiz. Shundaymi? Sen benim Yaxshi qilibsan. şarkımsın. Eshref, mashina tayyor, kutyapman. Duysa, alem duysa, dert etme derdim buysa, artık ayrı gayrı olmaz, olmaz. Sevdik, sevdalandık, gördüğümle bağlandık, böyle ayrı gayrı olmaz. Bu yerda nima bo'lyapti? Qo'shiq buyurtmasi mojarosi menimcha. Ha. Azizlarim, iltimos joylaringizni egallab oling. Chunki to'y tortimiz kirib kelmoqda. Olqishlar. Janob, bu qo'shiqni bilmaymiz. Lorkani nimasini bilmaysiz? Repertuarda bunday qo'shiq yo'q, shuning uchun ayta olmaymiz, kechirasizlar. Lorkani nimasini ayta olmaysiz? Lorkada Janob, gapimiz tushunarsiz bo'ldi shekilli, bu qo'shiqni bilmaymiz. 10 daqiqa tanaffus, keyin qaytadan davom etamiz. Kattakon rahmat. qanday qilib bilmaysiz? Janob, aytdik-ku, bilmaymiz Nega deb. bilmaysan? Aytsang-chi, senga pulni berdik-ku. Ozginagina kuylab Hech ber. bo'lmasa bir dona nog'ora olib chiqib bering shu yerga. Sekinroq nima qilyapsan? Politsiya ortimizga tushadi hozir. Hech narsa bo'lmaydi. Tinchlan, go'zalim. Xo'sh, qayerga ketyapmiz? Bizni uyimizga. Ota-onam yo'q uyda. Axir Jimlar bilan uchrashamiz deganding-ku. Uchrashamiz, hali vaqt bor. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Bo'ldi, shu kecha tugasin endi. Oy, menga qara. Qarab yubor, qara dedim. Eshitaman. Aytchi, nima uchun bizning istaklarimiz nega chalinmadi? Chunki u qo'shiqni bilmaymiz. Nega? Sabab? Sababi biz bu qo'shiqni bilmaymiz, shuning uchun ayta olmadik. Qara singlim. Bugun ukamni to'yi. Bugun men raqsga tushaman. Raqs. Tushunamiz, lekin bilmaymiz. Boshqa qo'shiq ayting, aytib beramiz, bo'ladimi? Biz tushunmaymiz. Boshqa narsa kerak emas, ukalar. Bizga faqat Lorka istaymiz. Bitta Lorkani aytish qiyinmi? Yo'q, yaxshi, bilamiz uni. Bu o'sha. Diyar Bakirni deymiz bolalar.
Aytamiz, ketdik. Menga qaramang. Rostdan bilmaymiz, bilganimizni aytmasmidik. Boshqa qo'shiq ayting, tonggacha aytib beramiz. Lekin ishoning, eslay olmadik. Bo'ldi. Yaxshi, unda men eslatishni yaxshi bilaman. Endi sizlar mana bu pulni olginda yaxshilab buklab, keyin nima bo'lishini yaxshi bilasan. Odobsiz ahmoq. Voy, menga qanday gapiryapsan? Og'zingga. Qochinglar. Qoch! Yaxshimisan? Ushlanglar ularni. Tutinglar. To'xta. Nima bo'lyapti? Menga yordam bering, iltimos. Nima bo'lyapti o'zi? Bu yoqqa kel. Tinchlan. Tinchlan. Aralashma. Ushladilaringmi? Og'zingizni yoping, odamlar bor. Nima bo'lyapti? Qurolmi bu? Ha? Qo'shiqni aytmading deb menga to'pponcha o'qtaldi. Senga nima? Kim bo'psan? Eshrefman. Mehmonxona egasiman. Bu xonim shu yerning xodimi. Xodimingiz juda odobsizlik qildi. Bir ayolga qurol ko'targan odam har qanday jazoga loyiq. Ichkariga kiringlar. O'zlaringni tutinglar, qani? Sen ham o'tir. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Harom yetimlar. Qo'y, ketdik. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Moskvadan bonus pullar. O'zi. Pullaringizni bir necha barobar qo'llab. O'tir. Gurdal, to'xta, nima qilyapsan? Eshref. Tinchlan. Beylar, uyat bo'lyapti, bu to'y. Gurdal. Gurdal. Bo'ldi. Qani ketdik. Nima? Nega? Nima bo'ldi o'zi? O'ldiraman ularni, og'a. Hammasini o'ldiraman. Kel bu yoqqa. Nima bo'ldi bu yerda? Bu gap qayerdan chiqdi? Aka, bular Eshref akaga haromi yetimlar dedilar. Bu rostmi? Ha? Men aytdim. Nima bo'pti? Bu aytiladigan gapmi? Ha? Bu aytiladigan gapmi? Men bu gapga javob bermayman, Qadir. Bu Eshref bizni kimligimizni bilmasa kerak. Tinchlan Izzat aka, bo'ldi. Hech narsa yo'q, xotirjam bo'ling. Ular duo qilib yursin, to'yimiz bor edi. Bo'lmaganda shu yerni o'zida o'ldirardim. Nima? Kallasiga o'q uzmoqchimisan? O'zingga kel. O'sha it kelib kechirim so'raydi. Eshitdingmi? Yashatmayman unda. O'sha it kelib uzr so'raydi. Hech kim Izzat og'ani odamini oyoq osti qilmaydi. Qasam ichaman, otaman. Bu joyni tozalanglar.